Man Mahfuza Nazarova, onlayn va offlayn orqali daromad topish imkoniyatini beruvchi Global G biznes sistemasi asoschisiman. Hamda sevimli rafiqa va 3 farzand onasiman. Man haqimda professional olamda bir nechta faktlar. Birinchi fakt: qachonlardir talabalik davrida 20 yil avval boshlagan biznesimni global darajaga olib chiqa olgan o'zbek qiziman. Biznesimda 30 yoshgacha 1 million dollarni ishlab topgan insonman. Biznesim hozirgi kunda O'zbekistonda minglab ayol qizlarimizga juda ham chiroyli imkoniyatlarni berib ulgurdi. Biznesimda 1000 dan ortiq tadbirkorlar chiqdi. To'l diplom egasiman. Bu juda ham qiziq, lekin bu fakt. O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridan tashqari nufuzli Angliya universitetida MBA diplomiga ega bo'lgan insonman. Yana bir qiziq fakt: qachonlardir karyeramni O'zbekistonda nufuzli hisoblangan vazirliklardan birida boshlagan edim, lekin o'z xohishimga ko'ra biznes yo'lini tanlab ketgan ayolman. Men haqimda yana bir nechta fakt: hayotda pozitiv va motivator insonman. Yorqin hayotni yaxshi ko'radigan, qiziq hayotni yaxshi ko'radigan inson bo'lganligim uchun sayohatni ham xush ko'raman va shu kungacha 30 dan ortiq mamlakatlarga sayohat qilishga ulgurdim. Hayotda to'g'ri hayot tarzini olib boradigan va bu sohada juda ham ko'p ekspertli bilimlarga ega bo'lgan ham insonman. O'ylaymanki, agar siz ham hayotda yangilikka ochiq, o'z ustida ishlashni yaxshi ko'radigan, ya'ni shaxsiy rivojlanishni, insonlar bilan muloqotni xush ko'radigan, sayohatlarni xush ko'radigan, go'zallikni va sog'lom hayot tarzini xush ko'radigan inson bo'lsangiz, meni sahifam siz uchun ham foydali va manfaatli bo'ladi.